Ushbu Gentra rusumli transport vositasi mumkin bo'lmagan mayoqchalar o'rnatib shahar ko'chalarida sayr etgan videosini ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylashtirganligi sababli haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Bu qoidabuzarligi mumkin bo'lmasligini bilsam-da, ijtimoiy tarmoqlarga shunchaki qiziqish uchun qo'yib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Qonun ustuvor jazo muqarrarligini tushunib, endi namunali haydovchi bo'laman. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ushbu qoidabuzarliklar uchun qonunchiligimizda javobgarlik mavjud ekanini eslatib o'tamiz. Yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya qiling. Yana bir trend ortidan quvgan, ya'ni davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlangan buxorolik qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz zudlik bilan aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda 80U337YA davlat raqamli Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib olib harakatlangani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda o'rganilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qadrli fuqarolar, harakat ishtirokchilari, yo'l harakati qoidalariga doimo rioya qiling, zero siz bilan bu kabi holatlar takrorlanishiga aslo yo'l qo'ymang. Albatta ijtimoiy tarmoqlarga shu video qo'ydik. Mashinamizni davlat raqamini yechib harakatlanganimizga men qilgan ishimdan pushaymondaman. Qaytib takrorlamaydi bunaqa ishlar. Shularga bunaqa ish qilmaslikda. To'y marosimida guruh bo'lib harakatlanib, turli xil qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarning harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, shov-shuvga sabab bo'ldi. Kecha to'yga bordik, Instagramga ko'rardik, shunaqa videolarni biz ham takrorladik. Ijtimoiy tarmoqlarda Rometan tumanidagi to'y kortejida guruh bo'lib harakatlanish, shuningdek yana bir nechta turdagi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, yo'lda harakatlangan video tarqaldi. Ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezda o'rganildi. Ko'rib turganingizdek, barcha avtomashinalar vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi va ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Qadrli fuqarolar, aziz yoshlar, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling, zero siz bilan bu kabi holatlar takrorlanishiga aslo yo'l qo'ymang. Haydovchilik guvohnomam yo'q edi. Jo'ralarimga havas qilib mashinani olib chiqdim. Davlat raqamini yechib harakatlandim. Kortejga qo'shildim. Guruh bo'lib harakatlandim. Sizlarga maslahat beramiz boshqalarga. Bundan keyin qaytib bu xatoni qilmaymiz. Kecha to'yga bordik, Instagramga ko'rardik, shunaqa videolarni biz ham takrorladik. Mana bugun berib turibmiz. Qaytib bo'lmaydi. Boshqalarga maslahat bermaymiz. Buni qarangki, kortejda qatnashgan Cobalt avtomashinasi haydovchisi haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'lmaganligi aniqlanib, unga nisbatan yo'l bezorligi qoidabuzarligi bo'yicha 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi kodeksining 128.5-moddasi 2-qismi bilan ba'zi so'lash miqdorida jarima jazosi, 128-moddasi 2-qismi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Bu qilgan ishimdan pushaymonman, qaytib bo'lmaydi.